Assalomu alaykum. Yana xudo xolasa yangicha avtomatreskamiz ishlash jarayoni g'ish kesilyapti. Buni qulayligi mana vallar bittasi o'ngga, bittasi chapga ishlaganda qolibdi, umuman joyidan qimirlatmaydi, g'ishlarda prishinani bermaydi. Simni yarmi o'ngga, yarmi chapga aylanadi. Sirazi shuni hisobiga bunda aniqroq turadi. G'ishlar joyida mustahkam turadi. G'ishni qolibni qimirlatmaydi hech qaysi tarafga. Kesish jarayoni ko'pchilik avtomatreska so'raganlarga mana shunaqangi avtomatreskalar kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha tayyorlab ustunovka qilib beriladi. O'zi o'chib qaytib chiqib ketyapti mana avtomatreskamiz. Sirasi bunga odam aralashish shart emas. Bir marta yoqiladi bo'ldi. Shitlar o'zida hammasi.